Assalomu alaykum. Demak, bugun bizning 4-darsimiz kasrlarni qo'shish va ayirish darsimiz. O'tgan dars umumiy mag'lub berishdan o'rganib bo'lganmiz, ya'ni kasr bo'yicha umumiy ma'lumotlar bizga yetarli. Bugun qo'shish, ayirishni o'rganib qo'yamiz yetarli. Demak, kasrni qo'shish, ayirishda umumiy qoidamiz bor bizda. Birinchi qoidamiz kasrlar agar maxraji bir xil bo'lsa, maxrajini o'zi yoziladi. Qo'shishdagi qoidamiz. Ya'ni 45 ni o'zini yozamizda 2 ga 17 ni qo'shib qo'yaman. Ya'ni 19. Bu birinchi qoida, maxraj qo'shilmaydi degan qoida edi. Endi bizadagi ikkinchi qoida nima bo'lyapti? Ikkinchi qoida, agar kasrlarimizni butun qismlari bo'lsa, butun qismiga butun qismi, kasr qismiga kasr qismi qo'shiladi. Ya'ni 2 ga 5 ni qo'shaman, 3 ga 8 ni qo'shaman degandek qo'shib ketaveramiz. Ya'ni 2 ga 5 ni qo'shsam 7, 17 bir xil bo'lgani uchun qo'shilmaydi, o'zi yoziladi. 3 ga 8 ni qo'shsam 11. Xo'p, keyingisi butun songa kasr qo'shilsa, u shunchaki butun qismiga qo'shiladi. Ya'ni 5 ga 7 dan 3 ni qo'shsam 5 butun 7 dan 3 bo'ladi deyman. Ya'ni teskari kelsa ham farq yo'q. Birinchi kasr, keyin butun son kelsa ham 4 ga 5 ni qo'shamiz, bo'ldi. 2 ga 5 ni qo'shib o'tirish shart emas. Ya'ni 9 butun 3 dan 5. Xo'p, endi asosiy joyiga keladigan bo'lsak, kasrlarimizni maxrajlari 2 xil. Maxraj 2 xil bo'lgan kasrlarni qo'shishni iloji yo'q. Ularni qanday qo'shamiz desa, ikkala maxrajini umumiy maxraj keltiramiz. Buni o'tgan darsimizda biz o'rganganmiz, qanday keltirishni. Ekuk orqali topsak bo'ladi, birinchi yo'li. Ikkinchi yo'li ikkalasi ham bo'linadigan, ya'ni ekub orqali topsak ham bo'ladi. Masalan, shuni hozir ekuk orqali topib ko'ramiz, ayirishda ekuk anaqa ishlatsak ham bo'ladi. Demak, ikkalasini ekuki 150 chiqar ekan. Demak, 150 ni 25 ga bo'lsam 6 tadan, 150 ni 30 ga bo'lsam 5 tadan. Keyin chiqqan sonlarni ko'paytirib qo'yamiz. Ya'ni ko'paytirsak 12 taqsim 150 qo'shamiz 35 taqsim 150. Endi suratiga suratni qo'shib qo'yaman, maxraj bir xil bo'ldi. Ikkalasi bir xil bo'lib qolgani uchun qo'shilmaydi. Ya'ni bu degan 12 ga 35 ni qo'shsam 47 150 ni o'zi yoziladi. Umumiy olganda, agar kasrlarni maxraji har xil kelib qolsa, ularga umumiy maxraj, ya'ni ekuk beramiz, tamom. Maxrajni bir xil qilib olganimizdan keyin suratlarni qo'shib yoki ayirib ketaveramiz. Ayirishda ham xuddi shunaqa qoida. Agar kasrni maxrajlari bir xil bo'lib, orasida ayirish kelsa, faqatgina surat beriladi. Ya'ni bu degani 73 ni o'zi qoladi-da, 18 dan 5 ni ayirib qo'yaman. Xo'p, keyingi qoida. Agar butun qismlari bo'lsa-chi, butunidan butunini ayiramiz, kasrdan kasrni ayiramiz. Ya'ni xuddi o'sha qoida. 5 dan 2 ni ayiraman, 3. 8 dan 5 ni ayiraman, 3. 43 ni oladi. Xo'p, kasr son bilan butun son kelib qolsa, faqatgina butun qismidan ayiramiz. Mana buni ishlatishimiz shart emas. Ya'ni 12 dan 5 ni ayirsam 7, 17 ni o'zi 12 bilan 3 ga tegamiz. Xo'p, bunda ekukni o'rgandik, qo'shuv payti ekukni o'rgandim. Endi ayirish payti umumiy maxraj berishni ekukda qilib ko'ramiz. U qanaqa yo'l? 20 bilan 100 ni ekubi o'zi 20. Ya'ni bu degani ko'rgandik buni ham. Mana bu 100 20 ga bo'linib qolsa, agar 100 ni o'zi maxraj bo'lib ketaveradi. Ya'ni bu degani 100 ni 20 ga bo'lsam 5. Mana buni o'ziga bittadan qilib ketaversak bo'laveradi. Yoki ekukini topsak ham, ekuk ham 100 chiqadi. O'sha 100 ni 20 ga bo'lib 5 beramiz. Ya'ni bu degani mana bu kasrni suratini ham, maxrajini ham 5 ga ko'paytirsam 5 ga ko'paytirib olsam, maxrajlari bir xil bo'lyapti degan. Xo'p, endi ayirib qo'ysam, 55 dan 17 ni ayiraman. 38 100 ni o'zi. Shunaqa qilib, hozircha asosiy qism shu.
Xo'p, endi ayrishdagi ikkita muammoli misolni ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchi muammo qayerda? Aralash kasrlardagi suratni ayira olmaslik. Ya'ni mana bu 5 dan buni 132 ni ayira olmayapmiz, kuchi yetmayapti. O'sha paytda nima qilamiz? 48 dan bir qarz olamiz. Ya'ni 47 qilamiz. O'sha bir qarz olganimiz hisobiga 197 ni 5 ga qo'shib olamiz. Ya'ni bizda hosil bo'ladi 202 hosil bo'ladi. Ya'ni uni qanday bajaryapmiz? Mana bu 48 dan bir qarz olganim hisobiga, shu bir qarz olganim hisobiga mana buni bunga qo'shib qo'ydim. Ya'ni 197 ni 5 ga qo'shib yozdim. Keyin uni mana bunaqa qilib o'zgartirdim degan. Endi buni orqasidan yozsam, mana ayiraman. Ya'ni 43,197 dan 132. Endi bemalol 47 dan 43 ni 202 dan 132 ni ayira olamiz. Ya'ni bu degani 4,197 dan 202 dan 132 ni ayirib taslasam 70 qiladi ekan. Ya'ni bu qachon qilamiz bu ishni? Suratni kichaytirmagan payt. Ya'ni 5 dan 132 ni ayira olmayman. Xuddi shunga o'xshagan ikkinchi misol, ya'ni ko'pchilik adashadi, 18 dan 5 ni ayirib qo'yadi, o'sha joyi xato. Ya'ni buni javobini nima deb yozib qo'yadi? 13,97 dan 11 deb adashtiradi ko'pchilik. Qachon unaqa qilish mumkin? Agar orasi qo'shib bo'lsa, qo'shib qo'yish mumkin. Ayirishda mumkin emas. Endi biz nima qilamiz? Yana 18 dan bir qarz olamiz. Mana 18 dan bir qarz olsam 17 bo'ladi. Kasr chizamizda, suratda ham mahrajiga ham 97 yozamiz. Keyin mana bu ikkinchi kasrni ayirib qo'yamiz, chiqadi. Xo'p, demak 17 dan 5 ni ayirsam 12, 97 ni o'zi, 97 dan 11 ni ayirsam 86 ekan. Demak, shu ayirishdagi ikkita muammoli misolni shu usulda ishlasak, bemalol qiynalmasdan ishlab keta olamiz. Xo'p, nimaga aynan bunaqa yozdim? Ya'ni 18 ni nimaga aynan 17,97 dan 97 qilib yozdim. U uchun men bunaqa qildim. 18 ni o'rniga 17 qo'shamiz 1 qildim. Esingizda bo'lsa, 1 ni o'rniga 97 qo'yish mumkin edi. Nimagaki 97 dan 97 1 ga teng edi. O'sha 1 ni qo'shsam yana 18 chiqadi. Endi buni qo'shishda o'rgandik. Oddiygina oldiga qo'shib qo'yaversa bo'ladi. Demak, shuncha shu qadamlarni bajarmadik deb birdan biz mana buni yozib qo'ya qoldik. Ixtiyoriy son kelganda shunaqa birni olib maydalab, mana bu mahraj nechi bo'lsa, bu mahrajni yozib ishlab ketaversak bo'ladi. Keyin nimaga aynan 97 yozdik? Ikkalasiga umumiy mahraj bermaslik uchun. Ya'ni aynan 97 ikkalasini bir xil qilishimiz uchun 97 qilib yozdik. Xo'p, demak, qo'shish ayirish mavzusi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.